Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga foydali bir ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni bodring gullagan payti qanday o'g'itlar berish kerak, shu bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Bodringning holati endi gullab boshlagan. Endi buni yanada gullatish uchun, gullari to'kilmasligi uchun nima ish qilish kerak? Birinchi navbatda bor elementini berish kerak. Bor elementi qaysi o'g'itlarda bo'lsa, albatta shundan ustundan sepsangiz juda ham foydali. Masalan, borni kislota, buton, boron kabi o'g'itlar bersangiz gullarini yanada ochirib, yanada ko'proq meva tugadi. Undan tashqari kaliy sulfat bersangiz, shu mevalar yiriklashib, yaxshi ushlanishina yordam beradi. Tagidan amofoz bersangiz bo'ladi. Ildizni mustahkam qiladi, hosildorlikni yanada oshiradi. Shu kabi ishlarni qilsangiz, gumi bersangiz ham bo'ladi. Ariqdan oqizib gumi bersangiz ham foydasi juda katta. Bodringning holati endi gullab boshladi. Sizlar ham shu ishlarni qilishni tavsiya qilib qolaman. Albatta zararkunanda hasharotlar, ya'ni o'rgimchakkana, xudojnik, rassom qurti yoki shira, shunga o'xshash hasharotlar tushsa, bularga qarshi insektitsidlar sepib har hafta, har 10 kunda bir profilaktik tadbir olib borishni ham maslahat berib qolaman. Endi kasalligi tushmasligi uchun nima qilish kerak? Kasalligi tushmasligi uchun albatta orasini ochiqroq ekish kerak. Kamroq azotli o'g'itlar berish kerak. Undan tashqari havo aylanishini yaxshilash kerak. O'shani hisobiga kasallik kamroq tushadi. Ildizini, bodringni o'zini mustahkam baquvvat qilsangiz, kasallik tushmaydi. Tushsa ham yengil o'tib ketadi. Endi uni oldini olish uchun, misol uchun bitta ikkita ayrim joylarda kasallik alomatlari sezilsa, oldindan kasallikka qarshi fungitsidlar sepib turishni ham maslahat beraman. Buni ekinga zarar yo'q, naborot kasallikni oldini oladi. Shu kabi tavsiyalarga amal qilsangiz, albatta hosildorligingiz yanada yuqori va mo'l-ko'l bo'ladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, yurakcha bosib tarqatib qo'yishni unutmang. Agarda siz ham bodring bo'yicha mukammal batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, kommentariyaga bodring bo'yicha kurs plus so'zini yozib qoldirsangiz, albatta sizlar ham bemalol o'rganishlaringiz mumkin.